Biz Allohdan birodarlar. Hunarimizdan emas, otamizdan emas, ishxonamizdan emas, shepdan emas. Kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak, rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi. Rizq topaman deb, shepga, oshnasiga, qo'shnisiga. Meni rizqim Allohning qo'lida. Seni ishxonangda ishlamasam, boshqa yerdan Alloh rizqini yetkazaveradi deydi. Agar iymoni komil bo'lsa, rizqini Allohdan yeygan. Kishi meni haydamang, men нужна это работа deydi. Menga kerak shu ish deydi. Haydamang deydi. Alloh taolo rizqini bitta eshikni yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirikmisiz? Robbingiz subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kurs o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketdi desam qo'rqmang. Sizni rizqingizni Alloh o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling.